Assalomu alaykum qarindoshlar. Bu yerda bu videoda so'zlanayotgan so'zni har qanday odam shunday anglasa, "Mavu Allohni inkor qiladigan bir odam o'xshaydi. Bu Allohga ishonmaydiganlar o'xshaydi" deb o'ylab qoladi. Amaliyotda toza chunqurlab kirgan vaqtda Allohni inkor qilyapamdi yoki Alloh yaratgan qonuniyat bo'yicha insonlar o'zining ishini o'zi qilish kerak. O'zi qilish kerak. Bu dunyoda bo'layotgan zulmni shu zulmdan qutulish uchun insonlar o'zi harakat qilish kerak. Alloh insonni akilib o zulmdan qutuldirib qo'ymaydi. O zulmdan inson o'zi qutuladi deydi. Hozir ko'kdan bir yordam kelmaydi desa, Allohning yordam beradiganligini inkor qilyotadi bu. Bu kofir bo'ldi. Bu kofir o'xshaydi. Bu Allohni e'tirof qilmaydigan o'xshaydi degan mundaq tushuncha paydo qilib olamiz. Biz Qur'onga cho'kib kirgan vaqtimizda, Qur'onni rasmiy o'qigan vaqtimizda Alloh insonni qanday bir maxluq qilib yaratdi desa, o'zining irodasi bilan butun dunyolik ishlarning hammani o'zi qiladigan bir maxluq qilib yaratgan. Har qanday jafo mushaqqatni o'zi yengadigan, dushmanning ustidan o'zi g'olib keladigan. Bexastalik qilsa, chegara mudofaalarini yaxshi qo'g'dimsa, boshqalar tarafidan tajovuzga uchraydigan va boshqalar tarafidan zimini besib ilinadigan, bizga o'xshash ahvolga qoladigan, chegara mudofaalarini yaxshi mustahkam, yaxshi qo'g'disa, dushman bosolmaydigan, mustaqil o'zi turayotgan ziminni qo'g'dab, yana mustaqil davlatlar, mustaqil millatlar qatorida normal yashay oladigan, ashunda bir qonuniyatlar yaratgan. Aldığın günü bir sözümde kıstırıp ötep ketgendek, Allah bir adamның dövletini yani bir adamga etmeydi. Etmeydi. Birisinikini birisiga etmeydi. Birisinin baylıqını birisiga etmeydi. Kur'an resmi çökünüp kirgen vakitte, şu baylıqını mı halal mihnetle tepip, şunun koludan çıkıp ketmesi için toğur yolda, toğur sərf qıla alasa, müstəhkəm tutub tura alasa, şununla igi bula alasa, o baylıq onun qolunda qalıyordu. İgi bulanmay qalsa şu desə, buzu yutub qalsa, qalaymıqan yollağı işiltib yutub qalsa, onun bir xəstəlik qılsa şu desə, şu ticarətdə ziyan tatib, onun qolundakı mal mülkünün qanmaydıqanlığı aniq. Aşındaq bir xəstəlik qılsa, şunda qanmaydigan bir qanuniyatlar yaratqan. Aşındaq bir qanuniyat var. İqtisad mı şundaq? Egallab turayotgan ziminlarimiz mi şundaq? Hammasi şundaq. Mishada mo'shu kishining da'vatgan mo'shu so'zi ko'kdan bir yordam kelmaydi. İnsanlar biz ularni o'zimiz qutuldirishimiz kerak. Shu zulmga o'zimiz qarshi chiqmasak, Allah kelib uni qutuldirib qo'ymaydi deydi. Agar mushu gapni shu din deb o'qib olgan, shu hammani din deb o'qib olgan odamlar buni qabul qilolmaydi. Haqiqiy Qur'onga kirib, Qur'onga cho'kinib qarashichu desa, bu ishlarning hammani insonning o'zining qilish vazifasining bog'liqi. İnsonga, yani Allah bu ishni insonning o'ziga vazifa qilib berganligini uningdan tonib yetadi. Lekin Qur'onni tonib yetmagan odamchi desa, buning da'vatgan gapini kufrlik deb qaraydi.